Rashodgacha keldingizmi endi, dada? Uyalmasdan chiqishini qarang buni. Hey, qanaqa noinsof ko'rnamaksan ha bola? Hey, singling uyga yig'lab bordi. Zebo yig'lab bordi. Dib yoqib borishini biladi. Bordimi dotlab? Ey bola, menga qara. Seni bunchalikka borasan deb hech ham o'ylamagan edim. Men sizga aytdim-ku, uy meniki. Ey, shoshilma. Uy, mana meniki. Men hali hayotman. Tushundingmi? Qara, hozir menga qara. Yo'qol bu uydan. Chiq dedim senga. Bu uy Zeboniki. Meniki, qalbiniki, dada. Keting! Keting! To'xta! Shoshma! Shoshma! Ko'rnamak. Oqpadar. Unga yaqin borganim sari vujudim titrayapti do'stim, vujudim. Hammasini bilaman. Hammasini. Lekin nima bo'lganda ham u seni o'g'ling, do'stim, o'g'ling. Gunohi uchun o'zi Xudoning oldida javob beradi. O'sha nobakor o'g'ling o'ldi. Tushunyapsanmi? O'ldi. Faqat uni joni uzilmayapti. Sababi u sizlarni norozi qilgan. Sen toki rozi bo'lmasa ekansan, u bechora ikki dunyoni azobida qolib ketadi. Menga oson tutma. Safar, nega tushunishni xohlamayapsan? Mayit sarson bo'lishini xohlayapsanmi? Ha? Ey, qabri ham 2 marta o'pirilib tushibdi. Xudo xayringni bersin seni. Sen bilan biz kechirimli bo'lishimiz kerak. Ko'zingni och. Shu o'g'lingni tinchgina olib borib qabrga qo'yaylik, og'ayni. Nega tushunmaysan?